Ikkinchi bosqich talabalari uchun analitik kimyo fanidan birinchi laboratoriya mashg'uloti. Mavzu: 3-analitik guruh kationlari xususiy reaksiyalari va aralashmasi analizi. Bariy kationining xususiy reaksiyalari. 3-analitik guruh kationlarining umumiy tavsifi. 3-analitik guruh kationlarini kalsiy, stronsiy va bariy ionlari tashkil qilib, ular uchun 2 normalli sulfat kislota eritmasi guruh reagenti bo'lib hisoblanadi. Bu guruh kationlari sulfatlari kislota va ishqor eritmalarida erimaydi. Ularning suvdagi eruvchanligi ionlar yozilgan qatorga mos ravishda ortadi. Ya'ni kalsiy sulfatning eruvchanligi nisbatan yuqori bo'lib, kalsiy ionlari sulfat ionlari ta'sirida to'liq cho'kmaga tushmaydi. Biroq eritmaga etil spirti qo'shilganda kalsiy ionlari to'liq cho'kmaga tushishi kuzatiladi. Bariy kationining xususiy reaksiyalari. Birinchi, sulfat kislota va sulfatlar bilan bariy kationi oq kislotalarda va ishqorlarda erimaydigan cho'kma hosil qiladi. Reaksiyaning ionli ko'rinishi quyidagicha. Bariy sulfat cho'kmasidan bariy ionlarini eritmaga o'tkazish uchun uni bariy karbonatga aylantirib, undan so'ng kislotada eritish kerak. Bariy sulfat natriy karbonat eritmasi ta'sirida bariy karbonat cho'kmasiga aylanadi. Bariy karbonatga esa sirka kislota eritmasidan tomizilganda bariy asetat eritmasiga aylanadi. Tajribaning bajarilishi. 2-3 tomchi bariy tuzi eritmasiga 3-4 tomchi sulfat kislotaning 2 normalli eritmasi tomiziladi. Hosil bo'lgan cho'kmani 3 qismga bo'lib, nitrat, xlorid va sirka kislotalarda eruvchanligini tekshirib ko'rish mumkin. Ikkinchi, kaliy dixromati yoki xromati bariy kationi bilan sariq rangli cho'kma hosil qiladi. Reaksiyalarning ionli ko'rinishi quyidagicha. Agar mazkur reaksiyalar kislota ishtirokida o'tkazilsa, stronsiy va kalsiy kationlari bariyni topishga xalaqit bermaydi, chunki bunda hosil bo'lgan stronsiy va kalsiy dixromatlari sirka kislota eritmasida yaxshi eriydi. Tajribaning bajarilishi. Bariy tuzi eritmasiga 4-5 tomchi kaliy xromat va natriy asetat eritmalari qo'shiladi. Sariq rangli cho'kma hosil bo'lishi kuzatiladi. Uchinchi, karbonatlar bilan bariy kationi oq kislotalarda eriydigan cho'kma hosil qiladi. Reaksiyaning ionli ko'rinishi quyidagicha. Bariy karbonat cho'kmasidan bariy ionlarini eritmaga o'tkazish uchun unga kislota eritmasidan tomizish kerak. Reaksiya quyidagicha. Tajribaning bajarilishi. 2-3 tomchi bariy tuzi eritmasiga 3-4 tomchi natriy karbonat eritmasidan tomiziladi. Hosil bo'lgan cho'kmani kislotalarda eruvchanligini tekshirib ko'rish mumkin. Eritmadagi bariy ionlarini aniqlash uchun quyidagi sifat reaksiyalarini amalga oshiramiz. Buning uchun probirkaga bariy nitrat eritmasidan quyamiz. Uning ustiga 3-analitik guruh kationlari uchun umumiy reagent bo'lgan 2 normalli sulfat kislota eritmasidan quyamiz. Ko'rib turganingizdek, bariy sulfat cho'kmasi hosil bo'ldi. Ushbu cho'kma kislota va ishqorlarda erimaydi. Ikkinchi reaksiya. Ushbu reaksiyada bariy nitrat eritmasidan probirkaga quyib, uning ustiga kaliy xromat eritmasidan quyamiz. Natijada sariq rangli bariy xromat cho'kmasi hosil bo'ladi. Ushbu hosil bo'lgan cho'kma eritmadagi bariy ionlari borligidan dalolat beradi. Uchinchi reaksiya. Uchinchi tajribada bariy nitrat eritmasidan probirkaga quyib,
Unga oz miqdorda natriy karbonat eritmasdan quyamiz. Natijada bariy karbonat oq cho'kmasi hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu o'tkazilgan sifat reaksiyalari eritmadagi bariy kationi borligidan dalolat beradi. Yuqorida o'tkazilgan tajribalarni tegishli tartibda daftaringizga yozing.